Bu videoda biz Kamol Qo'g'orov uyiga o'g'irlikka kiramiz. Ha, sizlar noto'g'ri eshitmadinglar. Men rostdan ham Kamol Qo'g'orov uyiga o'g'irlikka kirmoqchiman va bu video qoidalari juda ham oddiy. Mashhur bloger uyiga o'g'irlikka boramiz va uni uyidan barcha qimmatbaho narsalarni olib chiqib ketamiz. Va mana shu dahshatli o'g'irlikdan keyin esa mana shu blogerning reaksiyasini ko'ramiz. Va qani ko'ramiz, Kamol Qo'g'orov uyidan biz necha pullik narsa olib chiqib ketar ekanmiz. Va bu yangi rubrika bo'lgani uchun hozirroq like bosing, obuna bo'ling va bo'lmasa video boshlandi. Biz Kamol aka YouTube kanalini o'g'irlab oldik. Bola Kamol aka kelyapti. Uyga kimdir kiruvmadi, oyi? Endi esa asosiy o'g'irlikka o'tishdan oldin sizlarga biz bu o'g'irlikka qanaqa tayyorgarlik ko'rganimizni ko'rsatmoqchimiz. O'g'irlikdan 3 kun oldin. Yes! Do'stlar, men hozirgina Jeko Vance bilan, ya'ni Kamol akaning eng yaqin do'stlaridan biri, Jeko aka bilan kelishuvga erishdim. Ya'ni Jeko aka bizga Kamol akaning uyiga ekstremal o'g'irlikka kirishga yordam beradi. Bilasizlarmi do'stlar, men nimaga Kamol Qo'g'orov uyiga o'g'irlikka tushishga buncha shoshilmayman? Chunki Kamol Qo'g'orov yaqin kun ichida Yevropaga yana bir marta sayohat uchun ketyaptilar. Va biz esa bu o'g'irlikni Kamol aka Toshkentda bo'lgan paytda, ya'ni o'zini uyida bo'lgan paytda qilib, uni reaksiyasini suratga olmoqchimiz. Va albatta Kamol aka Yevropaga bo'lgan sayohati uchun chiptalarni aviasales.uz dan xarid qiladi. Chunki eng arzon aviabiletlar bu albatta aviasales.uz da, chunki u kassadan ham tezroq. Va hattoki masalan Parijga borgandan keyin bemalol shuni Eiffelning bashtalarining oldidan mehmonxona ham biron qilsa bo'ladi. Va hammasi boya aytib o'tganimdek aviasales.uz da. Va shu kuni tunda men Bobrillo bilan ko'rishib, o'g'irlik rejasini gaplashib oldim. Do'stlar, biz shu o'g'irlikka tayyormiz va bizda Kamol Qo'g'orov uyini xaritasi bor. Qarang, Bobrillo. Birinchi bo'lib mana shu eshikdan kiramiz va bittada Kamol akaning xonasiga borib, YouTube kanalarini o'g'irlab ketamiz. Yaxshi! Let's go! Chunki Kamol aka 100 ming like keyin meni videomga chiqmadilar. Kamol aka kelasiz 100%. Yo'q, 67 mingta like kelmayman, 100 mingta like bo'lsa keladi. Va shuning uchun mana shu ekstremal o'g'irlik orqali qanaqasiga Kamol akaning uyini o'g'irlikka chiqarishni ko'rsatamiz. Lekin shu payt aytib qo'yish kerak, hech qachon o'zingizni takrorlamanglar, chunki bu hammasi video uchun bo'pti. Va ekspertlik qot, ya'ni o'g'irvatchilik. Lekin mana shu kuxniyaga borganda biz nafaqat o'g'irlik, balkim qasos ham olishimiz kerak. Ya'ni narsalarni sindirib tashlashimiz va xohlaganimiz qilishimiz mumkin. Opa! Ya'ni erkinlik, shosi. So, gaz. Va albatta o'rtoqlar, shunday ekstremal video uchun like bosib qo'yinglar. Va orqamdan qimirlab turgan opam. Va endi xaritani olib, bilasizmi, men qayerga ketaman? Kamol akani uyiga chaqirdim. Opa! Tayyorgarlikning maksimal darajasi bo'ladi-da. Va endi men hozir Kamol Qo'g'orov uyiga mehmon bo'lib boraman va yashirincha achka yordamida syomka qilib, hamma qimmatbaho narsalar qatoriga ko'rib, yashirin kamera ham o'rnatib ketamiz. Va shu orqali biz Kamol akani kuzatib, qulay vaqtdan foydalanib, o'g'irlikka chiqamiz. Let's go! Va shunaqa qilib, men o'z rejam bo'yicha Kamol akani uyini oldiga keldim. Do'stlar, men hozir Kamol akani uyini oldidaman va men bu yerda Jeko Vance, ya'ni Jeko aka bilan ko'rishaman. Va menimcha Kamol akani tanigan ham biladi. Jeko Vance Kamol akaning eng yaqin do'stlaridan biri. Va shuning uchun ham biz bulardan yordam so'radik. Iltimos, brat, biz mana shu videoni qilishimiz kerak. Kamol Qo'g'orov uyiga ekstremal o'g'irlik. Ya bo'ldi, men qo'limga kelgancha yordam beraman. Prosta Kamol xafa bo'lmasa bo'ldi mendan keyin. Kamol aka medadagi odam va menga javob bermayotgan bo'lganlar uchun ham sekingina qassob qo'ymoqchiman. Senga javob bermaganim uchun jazolab qo'yamiz ukam bunda. Bo'ldi, kibr bo'lish kerak emas, a? To'g'ri, Kamol kibr bo'lmang ukam. Ko'rding, men hozir yomon qilaman seni, qarab. Va do'stlar, sizlar bilmaydigan yana bitta narsa bor, bilgan bo'lsa, bugun Jeko Vance Kamol akaning uyiga kirishlari kerak. Chunki Kamol aka yangi YouTube videolarini, montaj tugatdi va video chiqishdan oldin qardan tanishlarga ko'rsatdilar. Va men esa Jeko aka bilan qo'shilib, xuddi birga yurgandek biz kun bo'yi. Sen bilan bugun ko'rishdik. Baribir seni ketdin demaydi, kir deydi. Sekin kirib olamiz. Va men hozir Kamol Qo'g'orov uyiga kirib, ichkarida qanaqa qimmatbaho narsalar borligini ko'rib, keyin o'g'irlikka kiraman. Va bu narsani suratga olish uchun men hozir metashkidan kiyib olaman. O'ylashim uchun sezib qolmaydi. Sessiya ham o'zim uchun aka deysan. Ha, vlog olaman deb qo'yaman. O'zim uchun vlog olaman. Va shunaqa deb Kamol Qo'g'orov uyining ichini so'mga qolaman va keyin bemalol xaritasini chizib olib, o'g'irlikka kiramiz. Men senga yordam beraman. Ketdi bo'lmasam Kamol akaning uyiga. Xullas do'stlar, biz hozir Jeko aka bilan o'sha kelib oldik. Men metro syomka ketyapti. O'ylashim bo'yicha fanariga Kamol aka e'tibor bermaydilar. Va men hayajonlangan holda Jeko aka bilan Kamol Qo'g'orov uyiga liftda ko'tarilib oldik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Omon bilaman, qanaqa bo'lmadingmi? Assalomu alaykum. Birinchi marta uyimga kelyapsiz? Mana ancha o'tdi uyiga kelmaganimga. Oho, normal anaqa qilib qolibsiz-ku? Kunum Sharloy bilan qolgan. Men конечно подписчиким 2 million emas-ku. No, okay, let's go. Ye. Sezadi, oxirigacha ko'rgan o'zi odamlar. Va xuddi shu paytda Jeko Kamol Qo'g'orov chalg'itib turgan paytda men bu vaziyatdan foydalanishga harakat qildim. Ya'ni Kamol akaning uyini ko'zdan kechirib, o'z uyining kalitini o'g'irlashga harakat qildim. Xullas do'stlar, bola ichkarida, men esa ichkariroqqa kiraman. Va o'ylashim uchun bu uyda hech kim yo'q. Oho. Do'stlar, bu uyda normal o'g'irlik narsalar bor ekan.
Do'stlar, bu yerda hech kim yo'q. Va Anita Jikoga komolga chaqirib turibdilar va men bu paytda mashinaga oldim. Va do'stlar, cho'ntagimda уже qanaqadir kalt bor. Mana bu pod'ezd kalti, mana bu esa uy kalti. Va o'ylashim bo'yicha Komol aka buni sezmaydilar. Agar sezsalar, Mamoda kimdir o'g'labdi deb o'ylab ulargacha. Men biron kun tunda Bobrilow bilan o'g'likka kiraman. Va Aninda esa tipo hojatga chiqib keldim deb ularni aldab qaytib borishim kerak. Oradan bir kun o'tdi. Xullas Bobrilow, men kecha Komol akaning uyiga kirdim va hammasini analiz qilib chiqdim. Va 100% o'ylaymanki, biz polsiya tayyormiz Komol akani o'marishga. Va eng qizig'i bilasizmi? Biz Komol Qo'qorov uyidan haqiqatan ham juda ham qadrli bo'lgan narsasini va menga eng muhimi YouTube klubkasini o'qib ketamiz. Lekin undan oldin obunachlar biladi, bu Omonxon kanali. Ya'ni bu yerda ko'p challengelar bo'lishi kerak. Shuning uchun ham hozir challenge qilamiz. Ya'ni mana shu katta suvni kim birinchi bo'lib kechib o'tsa, o'sha yutadi. Hozir siz o'zingiz kemangizga, men o'zim kemamga o'tiraman. Men kстати, zalga chiqaman. Men bu narsadan professional bo'lishim kerak payda. Men zalga chiqaman, lekin shu holda yutib qo'yaman. Давай, ko'ramiz. Ya stop, dayt mana qilamiz. Agarda men yutsam, obuna bo'lishadi. Siz yutsangiz like bosishadi. Давай. Agar like bo'lsa, obuna bo'lgan kim mana o'zingiz ayting. Реальный obunachi emas, fake obunachi. Давайте sizlar ham o'zingizga to'g'ri bo'linglar aytgan qilinglar, biz esa hozir kemaga o'tiramiz. Do'stlar, biz shu bilan suvning o'rtasiga kelib oldik. Va mana shunaqa kemalarni ham egallab oldik. Va mana shu joydan ashaddiy poyga boshlanadi. Va biz mana shu orqali jismoniy tayyorgarligimizni sinab olamiz. Men ko'rsataman, что o'g'irlik uchun men полностью tayyorman. Fizически, mentalniy, psixologически hamma taraf bilaman. Tayyormisizlar? 3, 2, 1, ketdi Bobrilow. Davay! Davay, davay! Davay! Bos! Ay, oyog'im charchadi o'zi. Yo'lda to'sish kerak, brat. Yo'lda to'sish. Yo'q! Brat! Uramizlar. Orqaga bosing, orqaga bosing. Yo'q. Orqaga bosing, orqaga Yo'q, bosing. men bir boraman. Orqaga bosing, orqaga. Yo'q. Orqaga yuring, orqaga olmang. Do'stlar, endi maktab. Men xuddi shu payt men finishga orqa machasiga haydab ketganimda, men yo'limni yana to'sib qo'yishdi. Lekin taslim bo'lmasdan harakat qilib finishga yetib keldim. Shunaqa qilib do'stlar, men bu challenge yutdim. 5. Do'stlar, Bobrilow tanlamayapti, lekin u sizlar ko'rdingiz, lekin men yutdim o'yinni. Okay, no, men miyamda, meni yo'lim to'sib qo'ydi, shunga men yutmadim. Kadrda ko'ringlar, Bobrilow bizga qarab bunday kelgan. Undan keyin men yo'l to'sib qo'yishga majbur bo'ldim. Ладно, baribir. Biz raqibasmiz. Da, biz naоборот. Yana bitta narsa chiqarmang. Biz nafaqat pul, balkim Komol Qo'qorov YouTube kanalini ham o'g'irlab ketamiz. Va bu degani albatta Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'linglar, chunki biz 3 million obunachiga qarab ketamiz. Давайте. Va biz qo'rquvimizni yengish uchun yana bir challengedan o'tishimiz kerak edi. Ya'ni suvni ustidan uchib o'tish. Nima bo'lgan taqdirda ham Komol aka, bizni tayyorgarlik ko'ramiz, sizni izdan ketyapmiz. Bu izdagi narsalarni bekitib qo'ying, hopma, seyflarni yopib qo'ying. Avtobus olib ketamiz. Let's go! Omonxonga obuna bo'linglar. Komol aka, ehtiyot bo'ling, biz ketyapmiz. Biz bildik ikkalamizdan tayyor ekanmiz. Va endi bo'lmasa, navbat mana shu ekstremal o'g'irlikka. Va nihoyat do'stlar, o'sha kun keldi. Va bugun biz Komol Qo'qorov uyiga o'g'irlikka kiramiz. Va do'stlar, bu narsa siz o'ylagandan ancha qiyin narsa. Va biz bu narsaga juda ham qattiq tayyorgarlik ko'rdik. Bilasizmi nima? Komol aka hozir uyda emas. Ho, bizning imkoniyatimiz bor. Chunki Jeko aka bizga yordam berib Komol akani turnirga olib ketganlar KS bo'yicha. Va uyda hech kim yo'q paytidan foydalangan holda biz hozir Komol aka uyiga kirib, hamma unga qadrli narsalarni olib chiqib ketamiz. Va kerak bo'lsa, xaldiniga ovqatlanyapman. Lekin bilasizmi nima? Biz ichkarida har xil jinnilik qilib yurgan paytimiz Komol aka o'z-o'zidan kelib qolishi mumkin. Shuning uchun ham biz puxtaroq o'yladik. Ya'ni bu yoqqa. Ya'ni bizda Maqsudjon hakkerlik lavozimi. Da o'rtoqlar, biz Komol akaning uyining yonidagi kameralarni buzib kirib olganmiz. U orqali men kuzatib turaman. Ya'ni Komol aka uyga qaytadigan qolsa kutilmaganda, men bolalarga sразу xabar beraman. Maqsud senga ishonamiz. Uyaltirib qo'yma. Va endi bo'lmasam ishga tushamiz. Va do'stlar, biz hozir Komol Qo'qorov pod'ezdiga keldik. Va xuddi shu paytda Komol Qo'qorov uyga kirib, o'g'rinchalik olib chiqqan kaltni ish beradi. Ya'ni mana Voy bilan do'stlar, mana biz o'sha qolamiz va bucha albatta like bosishinglar, chunki mana shu videoga 88 mingta like kerak. Давайте likelarni bosinglar. Chunki aynan 88 mingta likedan keyin men mana shu rubrikani davomini olib, yana navbatdagi bloger uyiga o'g'irlikka kiramiz. Давайте, bunaqa videolar menga qiziq, ekstremal va biz buni davom ettiramiz. Biz ta'sir gaplashamiz deya qo'shnilar eshitib hammasini. Va shunaqa qilib biz liftda Komol akaning uyiga ko'tarilib oldik. Va do'stlar, ortiqdan Komol Qo'qorov uyi va biz hozir shu o'g'irlikka kiramiz. No, qop-qorong'i menimcha. Kamera. Bile, o'xlamayman. Qarshi do'stlar, ko'rishim kamera bor. Lekin bu kameradan bizlarni Maqsud ko'ryapti. Ishonmasanglar mana qarang. Maqsud, mana. Ko'rasan bizlarni? Maqsud. Da, ko'ryapman sizlarni, da. Ko'ryapti. Ya'ni hammasi bizning nazoratimiz ostida. Uchun muhim qiling. Ta'minlanib, mana shu men o'g'irlab chiqqan galit eshik ishalagan shuni ko'rishga. Давай, подвань схлы. Hop.
Aylanib. Qo'shni. Do'stlar, biz o'sha kommunikatsiya qilamiz. Let's go. Bilet buruniga kirish qilib olgan. Stop. Eng qiziq bu video, tipa kommunikatsiyadan o'xshab kendirgan bo'lmaydimi? Stop. Bu uyda kimdir bormi? Kommunikatsiya bormidilar? Да, все, uyda hech kim yo'q. Bo'ldi, давай, hech kim tushish kerak bo'ldi. Vaqtimiz kam. Mana shu polkani olib kalitlarni joyiga qo'yib qo'ydim. Shoshing, qo'y. Momentda. Mana. Keling. Momentda do'stlar bizda Komol Qahorov studiyasi. Va, do'stlar. So'dan qanday toshni eshitaman? Может, доставщик qanaqadir kelyapti? Dostavchik hech kim yo'q, kim keladi? Hech kim. Xullas do'stlar, biz o'sha uy ichidamiz, lekin bu rubrikani birinchi soni bo'lgani uchun men ozgina dovdiryapman. Va hammani qarang. Mana biz Komol Qahorov YouTube kanalidan ko'rib turibmiz. Va hozir bularni ham o'g'laymiz. Shoshmang. Mana bu stolni o'g'laymiz. Voy, do'stlar. Mana bu kompyuterni ham biz bugun o'g'laymiz. Voy, mana buni qarang, bu yoqqa yaqin olgan. Komol aka har xil o'yinchoqlarni kolleksiyasiga ham qo'yibdi. Kung Fu Pandani qara. Oho, Xitoydanmi bu? Bilmasam, bu Kung Fu Panda, mana Mario. Komol akaga Kung Fu Panda va Mario multfilmi yoqadimi? Sizga qaysi multfilm yoqadi? Menga qiziq emas. Va men mazza qilayotgan narsani uni qaranglar. Komol Qahorov 1 million ko'rib Nuka. Oy. Do'stlar, Komol Qahorov 1 million obunachi knopkasini ham biz o'g'lab ketamiz. Do'stlar, mana bu knopkani qaranglar. 4 ta YouTube knopka bittada. Va do'stlar, bularning hammasi Komol Qahorov YouTube knopkalari va biz bular hammasini paketimizga sekin solamiz. Qo'yaman mik. Hop, hammasini shu yerga qo'yamiz. Hop, qarang. Davay. Va biz botdan Komol akaning hamma qadrli narsasini o'g'laymiz. Stop, bro. Mana qarang. Shuncha narsa dirtam etdi. iPhone. Ikkita iPhone. Hoppa. Do'stlar, Komol aka uyida vaqti bo'lib chiqamiz. Hop, qarang, shoshmang. Endi hisoblaymiz narxlarini. Masalan, birinchi olgan YouTube knopkalarimiz 4 ta. Har bir obunachiga $1 dan hisoblasangiz ham 1 million obunachi $1 million bo'ladi-da. No, lekin agar bunaqa pulni hisoblaydigan bo'lsak, milliarderni ko'rinib qolishimiz mumkin Komol aka. Shuning uchun ham davaychi ularni har biridan tipa $10 ming hisoblaymiz. Okey. $40 ming desak bo'ladi. Chunki bu narsa juda qimmatbaho turadi. Qana $40 ming va 3 ta iPhone $1000 dan bo'lsa $30 ming bor. Уже $43 ming hozir. Komol akaning ikkita o'sha. Komol aka milliarderlar shunda. Mana bu narsa nima? Bu xart. Do'stlar. Nima bu? Bu xart ichida Komol akaning hamma videolari bor. Mana qara, yaqin o'qi. 24 soat boy bo'lsa kambag'al, 24 soat kemada va yana boshqa Komol Qahorov hamma YouTube videolari mana shu ikkita xartda turibdi. Va bilasizmi, har bitta videoga kamida $4 ming pul ketadi. Mana videolarni bilaman-ku. Va bu yerda qarang, nechta video bor? 1 2 3 4 15 kere 3 $45 ming. Video YouTube'ga chiqqan. Ko'rib ko'ray. Shuning uchun nech pul hisoblasa bo'ladi har bittasini? $1000 deylik. 15 ming nech pul bo'ldi? Shoshmay 43 mingga 15 ming. 58 ming. Vamos! $58 ming. Yana nimalar bor bu yerda? Qarang, qiziqarli nimalar bor? Qarang, mana bunaqa narsa bor. Influence. Keyin 24-yil Komol aka yilning eng yaxshi ko'ngilochar kontentini adashmasam olgandilar. Va o'sha yerni bilasizmi? O'sha yerni men ololmagandim. Shuning uchun buni o'zim bilan olib ketaman. Bugundan boshlab men yilning eng yaxshi ko'ngilochar kontentni men keraman. Va bu ikkisi men o'g'lik rubrikasi. Va bu rubrikaning ham davomini chiqishini xohlasa, albatta like bosinglar. 88 ming like. Va davay tomonni solamiz yana paketimizga. Xo'p, yana nimalar bor bu yerda qiziqarli? Davay paketni bitta paket oching, hamma soltashimiz. Oy. MacBook Pro yana, bratan. Eng qimmat variatsiyasi bu. Bu nech pul turadi, bilasizmi? Kamida 2,5 ming turadi bu. Nech bo'lyapti? $60,500. Bilasizmi, bu narxga brat yangi uy sotib olsangiz bo'ladi. Bu shuni qo'yib qo'ying, boshqa. Bo'ldi, bundan buyoq narxini hisoblamasdan ham shunda sovuramiz, day, oching. Mana buni qarang. 2020-yil TikTok Award. Buni ham olib ketib qolamiz. Legendarniy narsa ekan bu. Bizga farqi yo'q, bizga hammasi. Mana buni qaranglar. Ey, Komol Qahorov. Bani endi do'stlar, eng qimmat joyga kelamiz. Bu kompyuter do'stlar, mana bu kompyuter nech pul turadi? Bu kompyuter ichida RTX bor ekan. Bu degani примерно $3000 turishi mumkin bu. $3000? $3000, ha? Men bilan men o'sha hammasi qancha bo'ladi shunda? Men bular har bittasi $500 dan bo'lsa, yana $4800. Mana shuni o'zimi? Shuni o'zimi? Bratan. Botdan ko'p narsa olib ketsa bo'ladi ana. Qarang, bilasizmi nima qilamiz? Qarang, oldidan surat topdim. Hozir biz bu xonani ko'p qolib ketdik. Boshqa xonalarga o'taylik, balki imtihonda qimmatbaho, eksklyuziv narsalar bo'ladi. Rasmlar. Birinchi yo'l bo'lsa unga qaraymiz, undan keyin bu kompyuterga kelib turib, bilasizmi nima qilamiz? Olib ketamiz. Axir, bu uydagi eng qimmat narsani sizlar esdan chiqarasizlar. Bu ham bo'lsa, aynan
Mana shu kompyuter ichidagi Komol Qo'qorov YouTube kanalini ham olib ketamiz. Oho. Komol aka bir alami kelsin. Chunki 100 ming likedan keyin javob yozolmaydi. Shuning uchun ham qasos olamiz. Lekin uni olib ket boshqa xonada. Toshkent men bu qanaqa xona men bilmayman. Bu yoqqa kelganda kamal Svetlan, Svetlan yoqdim. O'ldi ekan. Mametchi. Вот mana ekan. Okey, все, tualet mana o'g'li degan narsa yo'q. Oo! Mister Bavarello. Hidlar такой shirin hid kelib turibdi. Va men o'zim ham Komol Qo'qorovni Oching. xolodilligimda Oching. o'g'irlash. Oy! Ishoning, ayamasdan tiqaman hozir. Ayamasdan. Libopetni qo'rg'ingiz. Ey, maxsus silmon qilyapti. Bolalar Komol aka kelyapti. Yashirininglar. Tez. Qatga emas, oldin setni o'chirish kerak, bilet. Setni o'chiring, bo'birlar qarab turmang, bilet. O'chiring hammasi. Hozir shoshmang, kamera qani, shoshmang. Bo'l, bir setni, hamma setni o'chiring. O'chirdim. Go. Shoshmang. Men kamera shoq qoldiramiz. Bo'l, bilet qo'rsin, keling. Qattiq. Men stolga Keling, oching, kiring, bilet. Keling. Eng qiziq savdo, tabiiyroq kelsin, lekin tashqariga fonarimiz ko'rinmaydi. Yaqinroq keling. Va xuddi shu vaqtda Komol aka uyini eshigini shundoq tagiga kirib bo'lgan ekan. Shu eshik. Voy bilalar, tutilib qolishmasa bo'ldi. Kir, bilet, svet o'chirib kir. Qo'rqib ketaman, bilet. Lekin mashinaga kirsa ketdi lekin. Bo'ldi, indamayman. Zarbalar yo'q. Yo'qmi. Stop. Va o'rtoqlar, ko'rib turganinglardek, Komol aka bizni uyni ichidaligimizni sezmay qoldi va hech narsa bo'lmaganda o'z sumkasini olib chiqib ketdi. Eshikni eshitdingizmi? Yo'q, bana yo'q, kimdir chiqdi. Oyoq kiyimimiz turdi-yu. Oyoq kiyimni olmadik-ku, bilet. Bu kim ketdi, ishoning. Komol aka. Hech kim javob bermaydi. Hech kim yo'q. Bilmasam Komol akaning uyi bu, Komol akadan boshqa kim bo'lishi mumkin. Shoshmang, yo'qing. Mana bu yerda kamera bor. Shoshmang. Ataylar yashan kamera chiqib qo'ydim, bu sumka qo'ydim. Do'stlar, Komol aka kelgan ekan. Nima? Komol aka kelgan ekan. Omadimiz kelibdi. Все, bo'ldi, davom etdik. Biz hozir qaytib kelishimiz. Tez. O'y, qatun ro'z ishtirib. Hammasini joylashtirib ketish kerak. Qanaqa joylashtirish? Biz o'g'irlik kelganmiz, joylashtirishga emas, bilet. Mayli bo'lmasam boyga qolib ketgan ishni davom ettiramiz, ya'ni Komol aka bananlaymiz. Keling, olib ketamiz hammasini. Mamlakatning kattaligini. Uy, meni orzumdagi narsalar bor ekan bu yerda. Komol aka olmalari bor ekan. Narsani yeb tashlaylik. Yo, shokolad. Oling, keyin yeymiz. Biz o'g'irlik kelganmiz, bratım. Yani shuni bir o'ynayapsan ishga. Mana bularni ham g'ilib ketamizmi? Bu necha pul turadi? Qimmat narsami bular? 500 ming turishi. Ya 500 ming bizga emas, bizga qimmat narsa kerak. Bizga nima bor? Ma'murchi. Blender. Va do'stlar, blender ham ketdi bizga. Yana 300 dollar hisoblab qo'yamiz. Yo'q, 100 dollar qanaqa? 300 dollar bo'lmasa kerak. 65300. Shoshmang, bu yoqqa. Ham bitta qiziq narsa bor ekan. Televizor? Oho. Televizorni ham olib ketamiz, Komol aka. Atir kitob oling. Pichoq oling. Maqsud cho'layman. Nima? Ochib chiqaraversan, atirkalarni aylantirib, mana. Davay. Chiqaysiz, chiqib turing. Sen bu yoqqa. Qanaqa sen buni ko'rmasdan o'tdim, do'stlar. Oxiri bizda boshqa kattakon zal bor ekan. Menga bir qimmatbaho qanaqadir asar, rasmli qandirchi. Qandir echamizmi? Ko'tarib keta olmaymiz lekin uni. Bobro, bakkeling tez keling. Qandir echa olamizmi? Voy! Kamida 5 dollar turadi. Qanaqa qilib yechamiz? Ko'z yetarmay chiqyapti meni. Meni ko'zim yetmaydi, brat. Lekin men qo'rqonman. Sindirib ketsa-chi. No, hamayli bo'lmasam bu yerdan mana shu shokoladni o'g'irlab ketaman o'zim. Yo, men hayron qolgan narsam, Komol aka uyga kelib turib, qanaqasiga mana bu oyoq kiyimlarni ko'rmadilar yoki shu darajada shoshilayotganmidilar. Eshik qulab ketganlar. Agar turnirda bo'lgan bo'lsa, qaysidir katga kech qolmasligi uchun tez kirgan narsasini olgan ketgan. Da, bu bo'lishi mumkin. Let's go. Komol aka, uzun jigar bizni bu ishni qilamiz. Let's go. Bunaqa ekstremal video uchun hozirgina like bosib qo'yinglar. Let's go. Va bu televizor nechta pul turadi, Bobro? Brat, men o'ylayman 300 dollar turishi kerak 100%. Uy, brat. Shoshmang, bu просто gul. Bu vaza qanaqadir. Bu qimmat vaza emas, menimcha. Qarang, televizor olib ketaylik. O'g'irlangan narsalamizga televizor ham qo'shib qo'yamiz. Bo'ldi. Runi? Do'stlar, Runi ham kamida 300 dollar turadi. Uni ham qo'shamiz. Smash narsa olib ketamiz. Nima bu? Mikrovolnovka pichoq bo'libdi bular. Keling. Mana o'g'irlangan hammasi shu turadi. Shu tomchi ketamiz, chunki bu eshikka yaqin. Qarang, aniq hisoblashimiz kerak. Qarang. Runi RS3 oldim. Televizor, mikrovolnovka. Bu 300 dollar, 100%. 65600, 65900, 65000 necha bu? Misol uchun 200 deylik. 66100 dollar.
Bilasizmi, bu yerda yagona yo'qotgan narsam bo'lyapti. 66 ming. Lekin sizlarga kattaroq son kerak, ya'ni 88 ming. Chunki mana shu videosida 88 ming like kerak. Lekin to'g'risini aytsam, bo'lmasa qo'rqaman o'sha. Komil kelib ketgandan keyin balkim jib ketib qo'ygan bo'lsa, biz so'ngga qotganimiz. Chunki bu real shubhali, bizning oyoq kiyimimizni ko'rib turib nimagan. Bilmayman, o'sha men sal shubhalar bor. No, okey, erkancha ye. Komil akani uyda Messi. Originalmi bu? Bilmayman, lekin Bobrillo Messini fanat deb eshitdim. Yo'q. Otorayli. Xo'sh. Shoshmanglar. Hali vaqtimiz borligida biz o'g'irlikka davom ettirishimiz kerak. Va bu ham bo'lsa ovqatlarni tiqish. Do'stlar, va ana endi biz o'g'irlangan pitsa yeb sal dam olsak. Kamol aka bilmayapsiz, biz sizni pizzangizni yeyapmiz. Mana o'g'irlangan narsani tashlab ketmang. Ham chamadonchadagi pul, chamadon bomba ishchi. Mana, ichi bomba ishchi. Omonxon, srochno bu yoqqa keling, Omonxon, srochno. Shoshmanglar, mikrofonni topdim. Hozir shoshma, mikrofonni qo'yib qo'yamiz. Men hayronman, Komol akani uyida buncha o'g'irlangan narsa bor. Nima qatasiz? Oy. Professionalniy mikrofon. Yeping, buni nech pul turadi bu? 300 dollar deylik. 66.400 dollar. Endi navbat Komol Qo'qorov kompyuterni yoqib, mana shu Komol Qo'qorov YouTube kanalini o'g'irlashga va aytgancha, mana bu eng dobry bloger deb Komol Qo'qorov taqdirlashgan va mana bu best content 2023, ya'ni 2023 yilning yaxshi content maker deb berishgan ekan. Bularni ham biz o'g'irlab ketamiz hammasini. Все, yondi. Bu nech pul dedingizmi? 3000 dedingizmi? Option 4,5 ming bo'ldi dedim. Voy brat, tasavvur olmashda olib ketgan narsamiz hammasini sotib olsa, biz normal pul ishlar ekan. Mana shunaqa bitta uy olish mumkin shu pulga. Men rostdan o'ylab qoldim, rostdan. Tipa videoni o'chirib turib rostdan o'g'irlik qilsa-chi deb o'ylab qoldim. Lekin unaqa bo'lmaydi. Chunki bu bizning birinchi va oxirgisi bo'lish kerak emas. Yana mana shunaqa mashhurlarning uyiga o'g'irlikka kirmoqchimiz va bu uchun sizlarga 88 ming dollar kerak. Shu uchun nima qilish kerak? Do'stlar, biz va nihoyat Komol Qo'qorov YouTube kanalidamiz. 1.420 ming obunachi bilan birgalikda hozirda bu kanal aynan bizning qo'limizda. Nima xohlagan narsani qilamiz, to'g'rimi? Qarang, bu kanal oyiga stabil, normal pul olib keladi. Chunki 1,5 million подписчик bor YouTube kanal O'zbekistonda kam yo'q va biz buni nech pulga baholasa bo'ladi? 500 ming dollar, может 1 million dollar. Bunaqa qimmat bo'lmasa kerak. Choshim ChatGPTdan so'rang. Men esa ungacha bu Komol Qo'qorov YouTube kanali menga tegishli ekan. Men bundan unumli foydalangan holda Komol Qo'qorov YouTube kanaliga o'zim xohlagan rasmlarni qo'yib tashlamoqchiman. Millionlab odamlar ko'rsin. O'zbek YouTube'dagi eng katta o'g'irlikni. Davay hozir buni qilamiz. Men informatsiya topdim. ChatGPT aytdi to, что YouTube kanal Komol Qo'qorov 1.420 ming obunachili 150 ming dollardan 300 ming dollargacha turadi ekan. Это nechta Lamborghini sotib olsa bo'ladi shu pul. Yo'q, hop, qarang, shoshma. Hozir shuni biz bu kanalni sotsak shuncha pul bo'ladi. Da. Umumiy nech pullik narsa olib ketamiz? Bo'lmasa 311.600 dollar bo'ladi. 300 ming dollar so'yla gapiryapsizmi? 300 ming dollar biladi. 300 ming dollar umrimizda ko'rganmiz. Yo'q. Biz hozir bilmaganman. Даже bankda ko'rmaganman. Bu hamma qanday davom ettirilmaydi. Ana endi esa men boy va'da qilgan ishimni qilaman, ya'ni Komol akani mana qarang. Mana Komol YouTube kanali ko'rib turibsizlar mana. Rasmlari, videolari ko'rasizlar. Mana Komol akani avatarkalarini yaqindan olgan. Siz hech kim yaxshi bo'lib ko'rmayaptilarmi? Ana endi men mana qilaman, qarang. Mana. Mana. Qarang. Eng qiziq bu yoqda hali davom bor, qarang. Mana bunaqa qilib qo'yamiz. Omonxon zo'r degan narsani yaqinroq olgan. Ya'ni kimda-kim Komol Qo'qorov YouTube kanaliga kirsa, o'zi ko'radi. Do'stlar, bu kanalni kim endi yangi egasligini. Что за экстремал? Yutga kiring, Komol aka kanaliga kiring. Давай. Lekin qo'rqaman, bundan keyin Komol aka biz uni gaplashamiz. Men bilan gaplash, siz bilan gaplashmayman. Siz deysiz bu uchun. No, okey, daydi. Qildik, oxirigacha qilamiz. Siz uchun like bosing. To'g'risi qo'lim qaltirayapti, sal hayajondaman, chunki mana butun 1,5 million obunachilik kanalni hozir pachani chiqib tashlaymiz. Va Komol Qo'qorov YouTube kanaliga kiramiz. Qarang. Va buni qarang, yaqindan. Do'stlar, biz Komol aka YouTube kanalini o'g'irlab oldik. Men qarang. Men chonlik. Brat moy, nima qilamiz? Voy, mana. Omonxon zo'r. Eng katta o'zbek youtuberlar ichida Komol Qo'qorovning shunday kirsak kanalida Omonxon zo'r deb yozib qo'yibdi. Endi ham Avatarkasida Grinch turibdi. Mazza qolma. Voy bilin, o'rtoqlar, bo'ldi shuncha harakat qilyapti. Shuncha albatta like bosib qo'yinglar. Chunki bu narsa hamma ham qo'lda kelavermaydi. Va mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, bu videoni davom bo'lishi kerak. Shuncha albatta 88 mingta like, bu videoni davomini olamiz. Davay like bosinglar. Va shunaqa qilib biz birin-ketin kompyuter jihozlarini yig'ishtirib oldik. To'g'risini aytaymi? Mana bu YouTube kanalini o'g'irlagandan keyin qolganimiz uncha qiziq emas men uchun. Ayniqsa YouTube oltin knopkalaridan keyin qolgan uncha qiziq emas emasmi? Eng qadrdon narsani olib ketdik-da biz. YouTube knopkalar va YouTube kanal.
Hammasi olib chiqib ketaylik. Hammasi olib chiqib ketaylik. Va hozir sizlarga ham bir marta eslatib o'taman. Ya'ni ekstremal o'g'irlik rubrikasining asosiy sharti uydan hamma o'g'irlanganini olib chiqib ketib, odamlar reaksiyasini ko'rgandan keyingina men o'g'irlanganim deb aytish kerak. Chosman, yana hozir biz просто hammasini yig'ib qo'yib o'g'irlay olmaymiz. Shuning uchun hammasini olib chiqib ketamiz. Bilasizmi, qayerga olib chiqib ketamiz? No, biz o'g'irlab uyimizga olib ketmaymiz-ku. Shuning uchun просто bitta tashlab olib chiqib qo'yamiz. Kelib turib, "Voy, qilgan ekan, mana olib tushib beramiz." Nima deysiz deyga? Chotka. Soling hammasini degan. Va shu tarzda biz hamma o'g'irlagan narsalarimizni yuqori qavatdagi podyezdga olib chiqib qo'ydik. Va do'stlar, ana endi eng muhimi mashina ham o'g'irlab ketamiz. Va do'stlar, ana endi shu bilan mana shu bo'sh bo'lib qolgan xonani yolg'iz qoldirib, prosta chiqib ketamiz. Va Komol Qahhorov reaksiyasini ko'ramiz. Bo'ldi, ana endi uyga svetini o'chirib qo'ysak bo'ldi. Mana bu yilgan pitslargacha qoldirib ketaman. Va bo'ldi do'stlar, barcha qimmat narsalarni olib bo'ldik уже. Bilet, ana endi Komol aka reaksiyasi qanaqa bo'ladi? So'kib bersa, urib yuborsa-chi. Marhamat do'stlar, Burisk va biz Buriskka boramiz. Sizlarni 88 ming layk kel uchun. Shoshma. Bilasizmi nima qilamiz? Mana shu kameraga qoldirib ketamiz. Telefon Komol aka kelsa, biz telefon orqali ukamni ko'rsatib, reaksiyasini ko'ramiz. Undan ko'zimiz kirib kelamiz. Bitta bitta kamerani bor, kirgandan kechib biladi. Va keyin esa biz ichkariga o'zimizning kameramizni qoldirib, bo'shab qolgan uydan hamma narsani olib chiqib, yuqoriga yashirindik. Va do'stlar, bu yerda Komol aka umid qilamanki, ana endi prosta sal teparoqga chiqib, mana shu yashni kutamiz va maqsud kamerani ko'rib turgan holda bizga Komol aka kelsa chiqib, hammasi prankligini va Komol Qahhorov uyiga ekstremal o'g'irlikka kirganimizni aytamiz. Men qo'rqaman, уже real qo'rqaman, to'g'ri. Nimalar qilib tashladik? Legendarniy narsa. Yo, zo'r bo'lgan zo'r. Shuncha riskimiz odamlar qadriga yetadi. Shuncha riskimiz o'zbek YouTube masalan yangicha rubl ko'rmoqdan qilishar etamiz. Shu ham do'stlar, agarda hozir obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'linglar. Chunki men 3 million obunachiga qarab ketaman. 3 million obunachi bu juda ham oddiy narsa. Chunki men oyga 4 million 5 million odam ko'radi, yangi odam yana. Tasavvur qilinglar, qanaqangi zo'r aktiv bor bizda. Ayt shuni ko'rsataylik. Chunki rostdan olib qaraganda agarda sizlar meni tezroq 3 million, 4 million, 5 million, 10 million obunachiga erishtirsanglar, men butun dunyodagi mashhur youtuberlar bilan birgalikda video olib O'zbekistonni yana tanit olaman. Shu uchun ham o'rtoq hozirroq obuna bo'ling, albatta like bosing. Va ana endi biz prosta kutamiz. Qachon Komol aka uyga kirsa, maqsud kamerada ko'rib turibdi va u aytadi. Tushunasizmi? Qachonki Komol aka uyga kirdi degandan keyin biz sekin tushamiz. Okey, bu prank edi. Bolalar Komol aka kelyapti. Kamerada. Og'zini ishlaylik. Uyga kimdir kirmadi, oyi? Kamturlarim yo'q, hech nima yo'q uyda. Adam, Kayozokdan ko'rishimda svet yo'q. Nima deyman kirib hozir? Men qo'rqaman endi. Dati bir minut ko'rsin. Aylanib chiqib bo'ldi reaksiya ko'ramiz. Shu mana kiramiz, mana kiramiz. Eshik ochamiz, reski kiramiz shunisi. Eshik och. va qo'rqib ketdim. Jinnimizlar. Nima oyimga telefon qilaman bilasizlarmi? Nimaga telefon qildilar? Axir biz ish qilmadik-ku. Xafamiz akamanmi? Yo'q, qani shuncha narsa jinnimizlar. Anaqa uyimga olib borib qo'ydim, ertaga qaytarib keldim. Qanaqa kirdinglar, kim kirgizdi? Aytmayman. To'g'risini aytsam, boshida juda duxum baland edi, oxirgi kelgandan keyin sal duxum tushib qoldi. No, Komol aka, siz Omonxon YouTube kanalining yangi rubrikasi, ya'ni ekstremal o'g'irlik degan videoning birinchi qahramoni bo'ldingiz. Hop, narsalarim qatli, narsalarim. Yo'q, ko'ring, sindirgan bo'lishingiz mumkin, qani? Narsa, ladna. Eng qiziq narsani ko'rsatsam bo'ladimi? Aha. Momini qarang. Bila! Komol Qahhorov YouTube Qanaqa kanali. kirdingiz kanalimga? Kamtirish turibdi-ku. Lekin Komol aka xafa bo'lasizmi? Ha, bo'lishamiz, просто чересчур-da. Bu me'yori bo'lish kerak. Чересчур bu. Ya, men просто qaranglar, bardak qilib tashlagansizlar-da. Buni kim o'zi yashaydi? Etak bardak edi. Aka toptasa ham kirib. Men qiz buyoqqa keling. Komol aka. Bila! Mana televizoringiz bor edi menimcha. Qani. Qashmi mana. Televizoringiz yoqingchi. Qachon ulgurdinglar bunga? Televizoringiz yoqing, iltimos. Qarang, Komol aka, bu rubrikaning asosiy mohiyati shundaki, biz mashhur bir insonni uyiga o'g'irlikka kirib, u ichidagi hamma qimmatbaho narsani olib chiqib qolib, uni o'ziga ko'rsatib, keyin qaytarib kelib qo'yish. Ya'ni naqadar uyingizda o'g'irlikka osonligini ko'rsatish. No, bu oson emas ekan, to'g'risi. Bizning hisobimiz bo'yicha biz sizni uyingizdan 311.600 dollarlik narsa olib chiqib ketdik. O'zingiz Men bilamsiz. 100 ga beraman, просто men chaqiraman bo'ldi. Marhamat do'stlar, shu videoga o'tamiz. Hozir videoga like bosing, obuna bo'ling va keyingi video qaysi blogerim chiqishini albatta yozib qoldiringlar. Videoga. Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, hozirroq kommentariyaga bir sonini yozib qoldiring. Qani ko'ramiz, kimlar videoni oxirigacha ko'rar ekan. Va men esa sizlarning kommentariyaga like bosishga harakat qilaman. Va albatta qolgan videolarimizni ham o'tib ko'ring.